Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, birodarlar. Mana kimda kim juda ham bir hozir arzon narxda sotilayotgan uyni mahsulotlari. Ya'ni bu dom mana shu hovli ko'rib turgan hovlilarni hozir ko'rsatib o'tamiz. Dom qurilishi uchun shahar ichiga beriladi. Ushbu xonadondagi, hovlidagi hamma narsani nimasi bo'lsa mana shu qurilishga ishlatilgan mana shu nimasi bo'lsa hamma narsasini juda ham arzon bir narxda 80 ming somonga mana shu narxda beriladi. Bu uyni hozir ko'rib o'tsangiz, mana shu 2 etajlik mana uy. Ishlarida pollar laminat bor. Obzorni hozir qisqa ko'rsatib o'tamiz. Turbalari bor. Juda ham bir mana bu turbalar bor, darvoza bor. Hamma narsa mavjud. Do'stlar, birodarlar, 80 ming somon menimcha juda ham bir arzon narxda. Uyda egalari domga beryapti. Shu dom qurilishi kerak. Shaharning ichida hozir obzorni ko'rasizlar, savdo qilasizlar, nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Qadrdonlar, mana obzorda ko'rdilaringiz, boshiga aytdik mana 80 ming somon, inshaalloh yana ozroq skidkasi bo'ladi. Uyda mana tirzalari bor, laminatlari bor, ataplenani turbalari polni o'tgan, hammasi ishlaydi. Ya'ni misol uchun qayta o'zlaringiz qurilayotgan uylaringizga olib borib qursalaringiz bo'ladi. Turbalarni ko'rdilaringiz, eshik ramka ham juda ham ko'p, reshotkalar bor, hamma narsa. Umumiy narxi mana 80 ming somon, bu 8 ming, misol uchun dollarga so'rasa 8 ming dollar atrofida bo'ladi. Do'stlar, arzon, shoshilinglar, nomerlarga telefon qilinglar, xudo xolasa o'zingizni yangi qurayotgan uylaringizga arzonroq tushishiga bir sababchi bo'lib qolasizlar.